Hozirgi shartnomalar o'zi qonun kuchiga egami yo'qmi shu haqida qonunchilik bo'yicha gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha shartnomalar og'zaki yozma bo'lishi mumkin. Bilamiz, biz kundalik hayotda inson har xil munosabatlarga kirishadi. Buni eng ko'p kirishadigan munosabat bu shartnomaviy munosabat. Deylik, magazinga kirdingiz, tovar oldingiz, olgan paytingizda ham mahsulot olganingizda siz og'zaki shartnoma tuzasiz. Ya'ni uni mahsulotni olasiz, pulini berasiz, mahsulot chiqib ketasiz. Lekin bu joyda siz hech qanaqa yozma shaklda tuzmaysiz. Lekin qonunchilikda o'ziga xos holatlar bor. Misol uchun bitta taraf yuridik shaxs bo'lsa, ikkinchi taraf fuqaro bo'ladigan bo'lsa, bu holatda oddiy yozma shakl shartnoma tuzish majburiy bo'ladi. Ayrim holatlarda esa fuqarolar shartnoma munosabati kirishayotganda yozma shaklga rioya qilmaydi. Bu og'zaki tuzilgan shartnoma qonuniy kuchga egami yo'qmi degan savol tug'iladi keyinchalik nizo kelib chiqqanda. Agar shartnomangizni qiymati bazaviy hisoblash miqdoridan 10 barobar oshgan bo'lsa, siz oddiy yozma shaklda shartnoma tuzishga majbursiz. Lekin shartnoma tuzmagan bo'lsangiz yozma shaklda, xat hujjat, tilxat yoki boshqa holatda bo'lmasa ham keyinchalik bu shartnoma tuzilmagan deb topilmaydi. Faqatgina sizda bitta huquq u ham bo'lsa guvohlantirish huquqidan mahrum bo'lasiz. Boshqa hujjatlar bilan shartnomaviy munosabatga kirishingizni tasdiqlashingiz mumkin. Bizda O'zbekistonda bu holatlar asosan qarz oldi berdi shartnomalarda yoki ko'chmas mulk sotib olishda avans tariqasida bergan pullarda yoki transport vositasini sotib olayotganda avans yoki shunga o'xshash oldindan to'lovlar berilganda shu og'zaki holatda tuzilib ketiladi va bu keyinchalik nizo kelib chiqishiga asos bo'ladi.